sizlar bilan o'sha TLS kontakt ko'pchilik xabari bor. 1-iyuldan boshlab Germaniya elchixonasi shu amaldagi firma Visametrik bilan o'z shartnomasi tugaydi va yangi sistema bo'yicha TLS o'sha firmasi bilan shartnoma tuzishgan 1-iyuldan boshlab. Bu TLS ga qanday termin olinadi va nima qilish kerakligi haqida shu videoda gaplashamiz. Xo'p, birinchi navbatda qaysi holatlarda olish mumkin? Bu qaysi holatlarda TLS dan olish mumkin? Kim bemor bo'lib ketayotgan bo'lsa, kim sayohatga ketayotgan bo'lsa, keyin qanaqadir til kursi 90 kungacha va barcha Schengen vizalar va milliy vizalardan o'sha Ausbildung shu kabilarni oldingi o'sha Visametrik saytida qanday bo'lsa, xuddi shunday bu yoqda ham diplom tasdiqlatish va shunga o'xshash sohalarda TLS saytidan biz termin olamiz va termin sanasiga hujjatlar bilan tanishgan holda o'sha kerakli hujjatlarni olib boramiz. Uning uchun nima qilamiz? O'sha Google brauzerga TLS kontakt .com saytini topib olamiz. Shu sahifa ochiladi va bu sahifaga kiramiz. Biz yozmoqchimiz. Kim ingliz tilini biladigan bo'lsa, bu yerda ham video ko'rsatilgan. O'sha videodan ko'rib yana ham to'liqroq ma'lumot olishlari mumkin. Faqat o'zbekchani biladigan insonlar uchun o'zbek sahifasiga o'tkazib qo'yamiz. Uchrashuvni bron qilish degan. Uning uchun siz mamlakatingizni tasdiqlashingiz kerak. O'zbekiston tasdiqlash. TLSda ofisini tanlashingiz kerak. O'sha Oybek ko'chasida 4-etajda joylashgan ekan. Davom etish. Xo'p. Endi nima qilamiz? Kim o'sha kerak qanday yana ko'rmoqchi bo'lsa hujjatlar ketma-ketligini bemalol o'zbekchaga o'tkazib taqdim etish jarayonini bosilsa, mana qanday qilib taqdim etish va kelib chiqadi ketma-ketligi. Xo'p, hujjatlar ro'yxatini tekshiring. TLS kontakt hisobini yarating, ma'lumotlarni kiriting, uchrashuvni belgilang, FedEx formasini to'ldiring, faylingizni yuboring, pasportingizni oling. Xo'p, endi nima qilamiz? Biz birinchi navbatda ro'yxatdan o'tishimiz kerak. Xo'p, biz mamlakatni tanlab va ketma-ketlik bilan tanishib chiqqandan so'ng biz nima qilishimiz kerak? Biz o'sha hisob yaratishimiz kerak. TLS hisob yaratish uchun, buning uchun tushunarli bo'lishi uchun o'zbekchaga o'tkazib qo'yaman. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va pochta manzilimizni yozib va tagiga parolimizni kiritamiz va uni tasdiqlaymiz. Va shundan so'ng biz hamma shartlarga roziman qismlarini to'ldiramiz va sizga qanday ma'lumotlarni qay tarzda olmoqchisiz? Elektron pochta orqali olmoqchiman deb bosasiz va ro'yxatdan o'tishni bosganingizdan so'ng sizni pochtangizga ular o'sha tasdiqlash kodini, tasdiqlash ssilkasini yuboriladi va o'sha orqali siz o'zingizda xo'p,
o'zingizda akkauntingizni tasdiqlashingiz mumkin. Meniki allaqachon tasdiqlangan, shuning uchun u qismlarni ko'rsatishim sal qiyinroq. Keyingi qismda ko'rsatamiz. Xo'p, birinchi tizimga kirib olamiz. Unda sistemaga kirib olamiz. Pochtamiz va parolimizni yozgandan so'ng kirib oldik va biz endi ariza to'ldirishimiz kerak. Termin uchun. Hop, qanday to'ldiramiz? Sarohat yaratish. Siz murojaat qilayotgan mamlakat O'zbekiston. Hop. Bu yerga familiyangiz, ismingiz, mahalliy tilda, tug'ilgan kuningiz, hozir millatingiz, pasportingiz, oddiy pasport bo'lsa, sizda zagon pasport bo'lsa, regional pasport deb yozasiz. Uni nomerini kiritasiz, harflar va raqamlarda. Keyin o'sha telefon nomeringizni kiritasiz. Qachon ketmoqchiligingizni kiritasiz. Va boshida siz maqsadni kiritishingiz kerak. Sizga D-viza kerakmi? Ya'ni D-vizani siz olishingiz mumkin. Til kursi, au pair dasturi, keyin o'qish maqsadida yoki spetsializatsiya o'qish maqsadida kabi belgilarni, kabi sohalarni belgilashingiz mumkin. Biz hozir Schengen viza haqida gap ketayotgani uchun Schengen vizani belgilaymiz va turizm, o'sha professional shofyorlar uchun, haydovchilar uchun, til kursi, biznes va mehmonga belgilab chiqqaningizdan so'ng sizda hammasini kiritib bo'lganingizdan so'ng sizda quyidagi
sizlar quyidagi hammasini filtrlab bo'lganingizdan so'ng sizda quyidagi ko'rinishda bo'ladi sahifangiz va tanlashni bosasiz. Shundan so'ng sizga nimalar kerak? Rasm kerak, sug'urta kerak, o'sha kopiya chiqarish kerak bo'ladi. Kim xohlasa o'sha premium holatda topshirishi mumkin. Tezroq bo'ladi va davom etishni bosasiz. Xo'p, bu yerda aslida termin sanasi bo'lishi kerak edi. Hozirda bo'sh termin sanalari yo'q ekan. Siz tekshirib turasiz. Bo'sh termin sanalari paydo bo'lishi bilan siz kunni belgilaysiz va pastdagi o'sha book your appointment degan joyni belgilab va keyin to'lov o'tasiz. To'lovdan so'ng Videx ariza to'ldirasiz. Videxda qanday qilib Schengen viza uchun ariza to'ldirishni biz o'sha kanalimizda kiritib o'tganmiz. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. U yerda ham shu ma'lumotlarni kiritasiz va o'sha faylingizni yuklaysiz. Siz belgilangan sanada, belgilangan soatda kerakli hujjatlar bilan va borishingiz zarur bo'ladi. Barcha zaruriy hujjatlar bilan. Shundan so'ng sizni hamma hujjatlaringizni olib qolishadi. Qanchadir muddatda, bir haftadir, 10 kundir sizga o'sha pasportingizni olib keting degan yo emailingizdan email yuborishadi yo SMS xabarnoma xizmatini yuborishadi. Pasportingizni olishingiz kerak bo'ladi. Konvert ichida sizni yo viza berilgan pasportlaringizni tekshirasiz. Viza berilgan yo berilmaganligini ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Yana esdan chiqqan joylari bo'lishi mumkin. Agar savollar bo'lsa, kommentlarda yozsangiz javob qaytaramiz. Hop, keyingi videomiz nima haqida bo'lishini xohlasangiz, sizni qiynayotgan narsa bo'lsa, uni ham kommentda yozsangiz, unga ham harakat qilamiz bir video qilishga. Hammaga rahmat. Video foydali bo'ldi degan umiddaman. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu bizni qo'llab-quvvatlashingiz uchun juda ham muhim. Rahmat.